Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Bugun obzorga dori tayyorlash, sug'orish kapeldan shu sistemalar haqida, dori berish haqida bir mavzu qildim. Kimlargadir manfaatli bo'ladigan umiddaman. Mana bu basseynimiz 5 ga 7 bunaqasiga. Mana bu idishdan 160 lik turbadan yağmurda suv keladi. O nargi parnikki, ana 40 sotuq turadi, 40 sotuq parnikda yağmur suvi kelib shunga tushadi. Bu chuqurligi 4 metr. Hozir mana bu yerdan 2 metr ko'rish mumkin. Chuqurligi 4 metr pashti. 150 180 tonna suv ketadi. Yağmurda suvi bu. Ham yonidan oddiy basseyn hovuz qilingan. Bu hovuzga dori tayyorlanadi. Dorilarimiz satılga tog'origa top misharkada aralashtirib tayyorlab solinadi. O'zi yarim tayyor dori. Hop, qanday tayyorlaymiz dorini? Mana bunda bu oddiy kran, skvajina suvi keladi-da. Tushyapti. Buni kaç metr, 7 metr degan narsalar bor. O'sha narsadan olishlarni kerak. Suv issiqligi, sho'rligi ko'rsatadi bunda. Tushayotgan suv 21 gradus, 22 gradus. To'g'ri skvajinadan chiqyapti bu. 1300, 1.3 sho'rlik. Yesi 1.3. Yesi yozib qo'yibdi o'sha. Hop. Bu yağmurda suvi. Yağmurda suvi emas, bunga aralashgan. Mana bu kran suv ozroq tushgan. Hozir buni sovuq issiqligini o'lchab beraman. Mana nasos suv tashlayapti hozir. Sal sovuqroq lekin ko'rgan bo'lsangiz To'rtta olmuş yağmur suvi. Gradus 15 gradus. 15 emas, 14 gradus bu. Sho'rligi ancha past juda suv. Bu aslida 0 ga tushish kerak. Bunga ham sonaqa kran suv aralashgani uchun sal sho'rligi bor bunda ham. Ikkalasi aralashadi-da. Unga tushadi. Mana nasos suv tushyapti. Ikkalasi aralashgandan keyin hozir telefon qoldi hozir. Qayta yana yo'qami video. Telefon kelib qoldi. Kechirasizlar. Telefonni ko'tarib gaplashishga majbur bo'ldim hozir. Mana nasosni olib dori tayyor bo'lgandan keyin bunga tashlaymiz-da. Servis filtr orqali yuboramiz. Hamma tarafga. Hozir yarim tayyor dorini sho'rligi juda sho'r bo'ladi bu. 2600 ga chiqib ketdi, 2500. 3000 dan oshib ketishi mumkin. Agar mana bu yağmurda suvda tayyorlasak 1,5 ming bo'ladi. Yağmurda o'zim suvda, kranni suvini qo'shishga majbur bo'lyapti, chunki issiq, mana 18 gradus bo'lyapti. Ikkalasini aralashtirib beryapmiz. Suv ham tayyor bo'ldi. Hozir tayyorlab bu nasos suladik. Yordam bitta nasos bor, u hovuzdagi suvni mayda hovuzga tashlab beraman.
Suvimiz sho'rligi 2.5 ga chiqibdi, gradus 18 ga tushibdi. Agar biz havuzli suvdan ishlatganimizda 12 gradus bo'lardi. Lekin sho'rligi ko'p bizda 1.5 bo'lardi, chunki bu shirin suv. Mana bu kranni suvi esa 1400 shuni hisobiga. Dorini solgandan keyin sho'rlanib ketadi suv. 3000 dan oshib ketishi mumkin. Endi majbur. Bizda mana bu kotol ichida отопление sistemasi bo'ladi. Ilon suv qizdiradigan, unaqa narsamiz yo'q. Endi xudo xolasa buyruq qilish niyatimiz bor. Endi bu suvni aralashtirib beramiz. Pomidorlarga, kichkina pomidorlarimizga. Hozir buni ham ko'rsataman. Mayli. Pomidorlarimiz shu kungi yomg'irda aslida suv tushgan tepadan. Tarvonlar to'lib ketgan. Hovuz to'lib ketgan, hovuz to'lib mana agatlarcha kirib ketgan suv. Agatlar to'yib bo'kib turib suv tushgan agatlarimiz. Yerga kamroq tushgan. Pomidorlarimiz ahvoli. Ana suvda ahvoli. Yerdagi suvda. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. Bu suvda ham foydasi bor, zarari yo'q. Hozir osmon kunlar ochilib issiq vaqt kelib qoldi. Agar bu shu dekabr, yanvar, fevralda shu boshlariga shu kungi yomg'irlar atrofida bo'lib qolganda edi, namlik ko'tarilib mana baraka kasallik tushirardi. Shuni hisobiga endi qo'rqmasa ham bo'ladi. Bemalol olib ketamiz. Chunki har kuni parnik luklari ochilyapti polni. Namlik. Mana shu agatga ana shu yoqqa chiqibdi ham. Pomidorlarimiz. Sal u taraf sog'lik uchun pastroq. Asal oqida. Mana bu. 3-4 pilotda bir ikkita 3ta agatga tushgan. Endi boshqa qo'shimiz yo'q. Yomg'ir ko'p bo'ldi, juda ham ko'p. Normadan 100-150 barobar ko'p dedi-ku. Boyagi millimetr hisoblash bo'yicha ob-havoda ko'rdim. Hovuzlar to'lib ketdi, boyagi hovuzlar 2 kechada. Suvni biz chiqara olmaymiz. To'lgandan keyin majburmiz ushlab turishga. Yaxshi joylarimiz mana shular. O'sha rang buzishga kelib qoldi o'sha paytda. Rang qanaqadir o'xshab qoldi. Mana shu yerda 3 ta pilotimiz o'sha 6-pog'onaga kelgan. Tepaga patga tegaman deb qoldi. Pomidorlar o'sha 200 gram, 150 gram shunday olib qoldi. Ikkinchi keslarim katta olib qoldi. Hademay rang buzib boshlaydi. Mana tagidagi namlik e'tibor qilgan bo'lsangiz, payt quruq. Chunki osmon teplitsa ochilgani hisobiga tez namlik ko'tariladi. Tez suvlaymiz. Cherzni suvlayapmiz hozir. Dorini 4 kunda, 5 kunda bir beramiz. Hozir kichkinaga suv ochdi, hozir uni ham ko'rsataman. Kichkina pomidorlarimizni ham suv kelgan bergan. Mana shu yerlar hozir 7 ga boryapti, 7-pog'onaga. 1, 2, mana 3, mana 4, mana 5, mana 6 o'zi. 7 endi ajralyapti. O'zi tegib qoldi. Doğrusu 7 pog'ona qilib, kichkina qilib tashlaymiz. 3 ta pullatimiz zo'r ahvol, issiqlik uchun.
kichkina pomidorlarimiz suv ochildi o'zi. Bu yerda ham o'zi ikkinchi gulga qarab ketyapti. Birinchi gullar chaynalishga tayyor bo'lib qoldi o'zi. Bugun erta ochiladi to'g'risi. Mana gullari. Kechroq soat 3-4larda yo'q 2larga suv beruvdik. Hozirroq tagi qurib qolgani uchun 5 dan oldin tayyorlab yerda doriga. Suv kelyapti o'sha. Bu 5 ta prilyotga berilibdi. 1 2 3 4 5 ga. Hal bu 5 tasiga berilgan yo'q. Dorini tayyorlab mana shunaqa beramiz bizdan. Boyagi dori 9 tonna suvga tayyorlanyapti. Bu yerda 9000 ta ko'chat bor. 9000 ta ko'chatni sug'orishga mana ko'rgan bo'lsangiz, birinchi va ikkinchi uji gullar ochildi. Uji bachkalar ham chiqib qolibdi. Bachkalar ham chiqib qolibdi buni. Hadema 1-2 kunda uji ham changlatib ham bachkasini olamiz. Quyoshli kunlar ko'rsatyapti 1 hafta 10 kun. To fevral 25gacha. Ungacha biz tekin olmaymiz. Bu iplarni osolmaymiz. Fevralda 17larda 18larda 10 kunlik pagodaga qarab ish tutamiz. Mana Dorli suv nimadan tayyorlangan desak, kalsiy nitrat 1 tonnaga 1 kilo, 700 gram magniy nitrat, 200 gram temir va yantarni kislotaga aralashtirib berdik. Yantarni kislota pHni tushirib beradi. Hozir menda yesimetr bor, pH metrim ham bor edi. U buzilib qoldi, uni o'sha ishlatib o'rganib ketganmiz. Qancha gram solsa suvimiz qanday ahvolga keladi. pHni 6 qilib beramizda, 6, 6.2, 6.5. 150 gramdan 200 gram solamizda suvga qarab. Biz hozir 150 gram soldik. O'sha 6.5, 6.2 ga kelib qoladi. Har bitta ko'chatda tushyapti suv. 5 sm uzoqroq qilib qo'yibmiz. Mana bu yerlar bo'y o'sib ketib ancha yiqiladigan bo'libdi o'sha. 3-4 kunda xudo xolasa aniq bo'lsa pagoda ipga olamiz. Haftasiga 1 marta yoki shu 10 kunda 2 marta dori beramiz. Ahvoliga qarab, poложенияsiga qarab. Ko'chatlarimiz yomon emas, yaxshi. Bizda ataplina yo'q. Bez ataplina 3 qavat. 3 qavat salafanda, 2 qavat salafan, 1 qavat agrovoloknada. Shu ahvolga keldi. 6-yanvarda ekilgan. Bizda Surxondaryo iqlimiga to'g'ri keladi ekan. Lekin boshqa oblastlarda, masalan, vodiylarda sovuq bo'ladi. Bu narsa menimcha bo'lmaydi. Men bilmadim. Xudo xolasa bu yil ataplina qilaman. Agar daromadimiz yaxshi bo'lsa, turbadan qilaman. Turbadan bir qator bu yerdan qilib turba tashlab, turbani ustiga arava qo'yaman yoki narvonmi. O'sha yangi sistema chiqqan, o'shanga qarab ventilyator emas, radiator emas, turbali qilaman. Bu tarafimda radiator, endi bu tarafimda turbali bo'ladi, xudo xolasa. Ekonomik deyapti, ko'plar maslahat beryapti. Ham tok ekonom bo'ladi. U yoqda hozir 45 ta radiatorimiz bor. 45 ta radiator 4,5 kW tok yeydi 100 wattdan. Aytish esdan chiqibdi. Mana bu yomg'irli suvni oladigan 160 turba. Mana bu talonga kelgan suv mana shunga tushadi.
to oxirigacha boradi. Oxiriga borib, keyin mana bu turba bakoyga qarab yurgan, boyagi hovuzga boradigan turba mana shu. Hamma 40 sotix yomg'irli suvni hammasini yig'ishtirib olamizda, hovuzga tushiramiz. Bu parnigimizniki hali qilinmagan, bu yil qilamiz, xudo xolasa. Yomg'irli suvdan unumli foydalanamiz. Sizlarga maslahat beraman, yomg'irli suvi sho'rligi, masalan, kran suvida 1400-1300 bo'lsa, unda 0 gacha tushadi, 0 gacha distillangan suv va ekin uchun juda foydali. Shuni e'tiborga olingizlar.